Mamlakatimizda barcha sohalar singari iqtisodiyotning muhim bo'g'ini hisoblangan qishloq xo'jaligini jadal rivojlantirish, mahsulot tayyorlashni ko'paytirish, uning eksport salohiyatini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, bu o'rinda kichik va o'rta biznes vakillarining imkoniyatlaridan samarali foydalanishga ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Prezidentimiz raisligida sohaning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish va rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ham bu dolzarb masalaga alohida e'tibor berildi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlatimiz siyosatining strategik sohalaridan biri hisoblanadi. Zotan keyingi yillarda kichik va o'rta biznes ish o'rni, investitsiya, innovatsiya, raqobat, qo'shilgan qiymat va eksportni ko'paytirishga eng katta turtki berayotgan yo'nalishlar sirasiga kiradi. Muhim jihati, mamlakat eksportining 1/3 qismi ishbilarmon vakillari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bugungi kunda viloyatimizda ham tadbirkorlik faoliyatini yanada kengaytirish, ularning imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, yetishtirilayotgan mahsulotning eksport salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Pirovardida birgina joriy yilning yanvar-fevral oylarida 136,9 million AQSh dollarlik mahsulot chet elga yo'naltirildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga qaraganda 32,2 million AQSh dollariga ko'pdir. Jumladan, uning 45,9 million AQSh dollarligi meva-sabzavot mahsulotlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Shu tariqa jami eksport qiymatining 33,6%ni qishloq xo'jalik mahsulotlari tashkil etmoqda. Muhimi, qayta ishlash korxonalarini zarur uskunalar bilan ta'minlashga 1 milliard so'mgacha subsidiya mablag'lari ajratib berilishi tadbirkorlar uchun imtiyoz yaratilayotgan qulaylik hisoblanadi. Viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi, uning tuman bo'limlari fitosanitar nazorati davlat inspektorlari tomonidan xorijga yo'naltirishga mo'ljallangan mahsulotlarni nazorat tartibida ko'rikdan o'tkazish, uning organik tozaligi, ekspertbobligini ta'minlash borasida muayyan ishlar olib borilmoqda. Shunday tadbirlardan biri yaqinda viloyatimizning eng chekka hududlaridan biri Qo'shrabot tumanida ham o'tkazildi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, tumanda o'tgan yilning yanvar-fevral oylari bo'yicha 612 ming AQSh dollari qiymatidagi qishloq xo'jalik mahsulotlar eksport qilingan edi. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida bu ko'rsatkich 961 ming AQSh dollarini tashkil etmoqda. Bu esa tadbirkorlarning sa'y-harakatlari bilan bu sohada o'sish sur'atlari kuzatilmoqda. Sababi, tuman dalalarida yetishtirilayotgan uzumning tomar, kishmish navlari sifati, ta'mi, xaridorgirligi bilan ma'lum va mashhurdir. Shu boisdan ham undan tayyorlanayotgan organik toza quruq mayiz mahsuloti qadoqlangan holda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Turkiya va Yevropa davlatlariga yo'naltirilmoqda. Hozirgi kunda tumandagi uzum yetishtirishga ixtisoslashtirilgan xo'jaliklarda toklarni ochish, uni simbag'izlarga bog'lash, tuproqni yumshatish, zararkunanda hasharotlarni aniqlash, unga qarshi profilaktik chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Tuman fitosanitar nazorati davlat inspektorlari bu yo'nalishda qishloq mulkdorlariga haqiqiy ko'makchi, hamkor, maslahatchi bo'lmoqdalar. Maqsad dalalarda hasharotlardan xoli, ekologik toza, ekspertbob organik mahsulot tayyorlashdan iborat. Bugungi kunda tumanimizda 3200 gektardan ziyodroq hosil-tok maydonlari mavjud. Bularga tuman o'simliklar karantini himoyasi davlat inspektorlari biriktirilgan. Barcha fermer xo'jaliklari va tadbirkorlik subyektlari bilan muntazam ravishda karantin inspektorlari tomonidan ishlar tashkil qilingan. Ularga agrar ko'makchi mobil ilovasi orqali kimyoviy vosita, mineral o'g'it, undan tashqari eksportyor korxonalar barchasi haqida tavsiyalar berib, kunlik inspektorlar tomonidan nazorat tadbirlari amalga oshirib borilmoqda. Bugungi kun holatiga tumanda eksport rejasini ko'rsatkichlarini bajarish orqali tumanning eksport salohiyati yanada oshib bormoqda. Bu davlatimiz rahbarining 57-sonli farmonlari ijrosi yuzasidan bugungi kunda Qo'shrabot tumanida Qo'shrabot Agrostar mas'uliyati cheklangan jamiyati ochilib, bu fermer xo'jaliklari, aholi tomorqa, dehqon xo'jaliklarida ekilgan tok maydonlarini qamrab olib, u yerda sifatli
eksportbop mayiz mahsuloti yetishtirilishga ko'maklashish ishlari tashkil qilinmoqda. Karantin inspektorlari tomonidan bugungi kunda barcha qishloq xo'jalik mahsulotlari uchun fitosanitar sertifikatlari rasmiylashtirish ishlari amalga oshirilmoqda va sifatli va organik mahsulot yetishtirish uchun tavsiya va tushunchalar berib borilmoqda. Tumandagi Xatirchi Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi korxonaga qarashli fermer xo'jaligining 3 gektar yerida asosan eksportbop uzum yetishtirilmoqda. Joriy yil hisobidan Xitoy davlatiga 22 tonna mayiz eksporti amalga oshirildi. Shuningdek, Oqtepa fermer xo'jaligi sohibkorlari ham 10 gektar yerda uzum parvarishini qayta yo'lga qo'yib, tayyorlanadigan mahsulotni qayta ishlash asnosida qadoqlangan mayizni chet elga mo'ljallashgan. Ayni paytda sohibkorlar tuman fitosanitar nazorati davlat inspektorlari hamkorligida toklarni hasharotlardan himoya qilishda biologik usuldan samarali foydalanmoqdalar. Ekinni oziqlantirishda organik va mineral o'g'itlar qo'llanilmoqda. Bunday ilg'or usullarning samarasi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ne'matov Shakir Valixanovich Qo'rg'on jilvasi korxonasini 1999-yil tashkil qilganman. Mana shuni keng tarmoqlarga aylantirib, mayizlarni, quruq mevalarni qayta ishlash sex qurdim. Uning orqasidan katta daromad qilyapmiz. Keyinchalik 2017-20 yillarga kelib eksport salohiyatini amalga oshirishga yo'lga qo'ydik. 2025-yilga eksport salohiyatimiz $230,000 oshib bordi. Undan Iroq davlatiga piyoz chiqardik, Rossiya davlatiga quruq mevalar chiqaryapmiz. Eron davlatiga mayiz chiqardik. Kelajakda mana shu 10 ta korxonamizda ishchi mavjud. 5 mavsumiy bo'lsa, 5 qonuniy ishlab, kambag'alchilikni qisqartirishga o'z hissalarimizni qo'shib kelyapmiz. Hozirgi kunda 70 tonna mahsulotimiz zaxirada turibdi. Quruq meva bari mayiz qadoqlangan, tayyor eksport. Mana bugun mana shu mashinada turibdi. Shartnoma Rossiya davlati bilan 150 million rublga shartnoma qildik hozirgi kunda. Mana yetan may oyidan boshlab chiqarish niyatidamiz. Xudo xolasa 70 tonna zaxiramiz mavjud. Kelajakda bundan katta orzularimiz bor, katta korxonalar yaratish niyatidamiz. Prezidentimizning tashabbuslari bilan bugun agrosanoat tarmoqlari barcha sohalarida keng ko'lamdagi yangilanish, o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu sohadagi islohotlar tadbirkorlikni rivojlantirish, yerlardan samarali foydalanish, karantin xizmatini keng yo'lga qo'yish, mahsulot tayyorlashni ko'paytirish, uning eksport salohiyatini oshirish, aholi bandligini ta'minlash, iqtisodiyotni mustahkamlashga qaratilayotgani bilan ahamiyatlidir.